Xadichaxonning ko'zlari ko'rishi uchun umid bor ekan. Ko'zlari yaxshi ichkarida, teri faqat qamrab olgan. Agarda bu bolaning holatini ko'rib, zarracha bo'lsa ham dunyoni ko'ra olmaslik qay darajada og'irligini tushungan bo'lsangiz, demak siz tiriksiz, hali o'lmagansiz. Shu videoni maksimalda 5 ta 10 ta do'stingizlarga tarqatib, istoriya qilib, like bosinglar. Azizlar, bugun biz Farg'ona viloyatining olis bir qishlog'iga kelganmiz. Bu qizchamizning ismi Xadichaxon. Xadichaxon mana ko'rib turibsizlar, Allohning xohishi bilan ko'zlari yopiq holatda tug'ilgan. Ko'zlari bor, ko'zlari ichkarida mana o'ynayapti, faqatgina teri qamrab olgan. Biz o'zimiz fanarda yaqinlashtirib olib keldik, yuzini olib qochdi. Demak, ko'zlar ko'radi, faqatgina terini olib tashlash kerak jarrohlik yo'li bilan. Toshkentda doktorlar qaytarishibdi, bizni qo'limizdan kelmaydi dedi. Lekin Hindiston mana ota-onasi bog'lanishibdi, hindistonlik doktorlar olib kelinglar deyishgan ekan. Taxminiy summa 10 mingdan 15 ming dollar ketar ekan. Xo'jayinlari Rossiyada ishlar ekan. Katta mablag' albatta, lekin ko'pchilikning qo'lidan keladi. Shu bolajon uchun, dunyoni ko'rishi uchun azizlar, qo'lingizdan kelgancha yordam qilinglar. Mana shu ekrandagi kartalarda hammasi Asadbek nomida chiqadi. Boshqa joylarda bu videoni ko'rsanglar aldanmanglar. Shu kartalarga ehson qilinglar. Xudo xolasa birgalikdagi harakatimiz samarasi bu bolajonda hayotni ko'rishiga sabab bo'ladi. Kelinglar azizlar, birgalikda bolajonimizni qorong'ulikdan yorug'likka olib chiqaylik. Agarda homiylar chiqib qoladigan bo'lsa, pastdagi nomerga bog'laninglar, biz uy adreslarini beramiz. O'zingizlar kelib, bolaning holatini ko'rib, ehsoninglarni, zakotinglarni berishinglar mumkin.